Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan g'oyat muhim, har birimizni ayniqsa keksa avlod vakillarini bevosita qiziqtiradigan yangilik haqida suhbatlashmoqchiman. Bu ma'lumot shunchaki muhim emas, balki hayotiy zarurat bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zimni e'tibor bilan tinglang. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Chunki sizning e'tiboringiz bizni yanada foydali ma'lumotlar bilan bo'lishga undaydi. Bugun pensionerlarimiz uchun tabiiy gaz uchun kompensatsiya masalasi, ya'ni uning tasdiqlanishi va amaliy jihatlari haqida gaplashamiz. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, hammamiz bilamizki, aholi uchun, ayniqsa pensiyadagi fuqarolarimiz uchun kommunal to'lovlar doimo muhim xarajat bandi bo'lib kelgan. Tabiiy gaz ayniqsa qish mavsumida isitish, ovqat tayyorlash va issiq suv ta'minoti uchun ajralmas manba hisoblanadi. Oxirgi yillarda energiya resurslariga bo'lgan narxlarning o'zgarishi, ba'zan oshishi sababli bu xarajatlar ba'zi oilalar byudjetiga sezilarli darajada og'irlik qilishi mumkin edi. Ayniqsa yolg'iz yashovchi, nafaqaga chiqqan, faqatgina pensiya daromadi bilan kun keksalarimiz uchun bu masala har doim dolzarb bo'lib kelgan. Davlatimiz ijtimoiy himoya siyosati doirasida doimiy ravishda aholining kam ta'minlangan qatlamini qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rib kelgan. Ammo gaz ta'minoti bo'yicha aniq, maqsadli kompensat mexanizmi ba'zi hollarda to'liq shakllanmagan edi. Oldinlari umumiy subsidiya dasturlari, imtiyozli tariflar kabi choralar mavjud bo'lsa-da, aynan pensionerlarga gaz uchun ajratilgan alohida aniq va shaffof kompensatsiya dasturi ko'p fuqarolarimiz uchun yangilik bo'ladi. Ba'zi pensionerlar, xususan nogironligi bor yoki urush faxriylari kabi alohida toifalar uchun imtiyozlar bo'lgan. Ammo bu umumiy pensionerlar toifasiga qaratilgan tizimli yechim emas edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz tomonidan pensionerlarga tabiiy gaz uchun maxsus kompensatsiya ajratish mexanizmi tasdiqlandi va amalga kiritilmoqda. Bu degani endilikda siz kommunal to'lovlar, xususan gaz xarajatlari bo'yicha sezilarli darajada yengillik his qilishingiz mumkin. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki davlatning o'z keksalari haqida qayg'urayotganining yorqin namunasidir. Bu yangilik shunchaki e'lon qilinib qolmadi, balki barcha zaruriy huquqiy hujjatlar tasdiqlanib, amaliy ijroga qaratilgan aniq mexanizm ishlab chiqildi. Bu yangilik sizning har oylik byudjetingizga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan birga kelajakka bo'lgan ishonchingizni ham mustahkamlaydi. Endi siz gaz to'lovi haqida ortiqcha tashvishlanmasdan o'zingizga qulayroq sharoitlarni yaratishingiz mumkin. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q. Keling, endi bu kompensatsiya mexanizmining eng nozik jihatlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu kompensatsiya kimlarga beriladi, qanday shartlar bor, qanday miqdorda bo'ladi, bularning barchasi haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Eng avvalo, bu kompensatsiya kimlarga tegishli? Bu kompensatsiya O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lgan va qonuniy ravishda pensiya yoshiga yetgan hamda pensiya oluvchi shaxslar uchun mo'ljallangan. Muhimi, bu nafaqa emas, balki pensiya. Ya'ni qariyalar nafaqasini oluvchilar uchun alohida holatlar bo'lishi mumkin. Ammo birinchi navbatda bu xizmat stajiga ega bo'lgan va yoshga doir pensiya oluvchilar uchun joriy qilinmoqda. Asosiy shart sizning pensiyada bo'lishingiz va ushbu turar joyda doimiy ro'yxatda turishingiz kerak. Kompensatsiya miqdori va mexanizmi kompensatsiyaning miqdori bir necha omillarga bog'liq bo'ladi. Bu odatda aholi yashash joyida belgilangan gaz iste'molining ma'lum bir me'yoriy chegarasi doirasida hisoblanadi. Masalan, davlat har bir pensiya oluvchi xonadon uchun oyiga ma'lum bir kubometr gazni kompensatsiya qilib berishi mumkin. Misol uchun, shartli ravishda davlat har bir pensiya oluvchi oila uchun 100 kubometr gaz iste'molini subsidiya qiladi deb faraz qilaylik. Agar gazning bir kubometri narxi 60 so'm bo'lsa, siz oyiga 60 so'm miqdorida kompensatsiya olishingiz mumkin. Bu miqdor sizning gaz to'lovingizdan avtomatik ravishda chegirib tashlanadi yoki sizga naqd pul shaklida berilishi mumkin. Mexanizmning aniq shakli hududiy ijtimoiy himoya agentligi AHA va mahalla fuqarolar yig'inlari MF orqali aniqlashtiriladi. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Yolg'iz yashovchi pensioner, isitish tizimi markaziy. Faraz qilaylik, 7 ming yoshli Oysha bu shahar markazidagi 2 xonali
kvartirada yolg'iz yashaydi. Uning kvartirasida markaziy isitish tizimi mavjud. Shuning uchun gaz asosan ovqat pishirish va suv isitish uchun ishlatiladi. Uning gaz iste'moli odatda o'tgan 1 ton kubometrni tashkil etadi. Agar yangi mexanizm bo'yicha pensionerlarga oyga 2 kubometr gaz uchun kompensatsiya ajratilsa, oycha bu deyarli butun gaz to'lovidan ozod bo'ladi. Misol uchun 35 kubometr gaz uchun 600 so'mdan 20 ming so'm to'lashi kerak bo'lsa, davlat belgilagan 2 kubometrlik kompensatsiya chegarasi doirasida bu pul to'liq qoplanadi. Natijada oycha bu gaz uchun pul to'lamaydi va bu pulni boshqa ehtiyojlarga sarflaydi. Bu uning oylik pensiyasidan sezilarli miqdorni tejash imkonini beradi. Misol, ikki qishloq joyda yashovchi pensioner oila isitish gazi bilan. Tasavvur qilaylik, 18 yoshli Ahmad bobo va 15 yoshli Gulnora aya qishloq joyda o'z uyida nevaralar bilan yashaydi. Ularning uyi gaz bilan isitiladi. Shuningdek, ovqat pishirish va issiq suv ham gaz bilan ta'minlanadi. Qish mavsumida ularning gaz iste'moli ancha yuqori bo'ladi. Masalan, oyiga 4500 kubometrga yetishi mumkin. Agar davlat har bir pensiya oluvchi uchun 100 kubometr yoki har bir pensiya oluvchi xonadon uchun 1500 kubometr gazni kompensatsiya qilsa, ularning oilasida 2 pensioner borligi sababli. Ular uchun 300 kubometrgacha bo'lgan gaz iste'moli kompensatsiya qilinadi. Misol uchun, 1 kubometr gazdan 30 kubometr kompensatsiya qilinganda, ular faqatgina qolgan 1 kubometr gaz uchun to'liq olishadi. Agar gazning kubometri 600 so'mdan bo'lsa, 400 kubometr umumiy hisobda 207 ming so'm bo'ladi. Kompensatsiya miqdori 300 kubometr 600 so'm, 1000 so'm. Shunday qilib, ular faqat dog'ona 1000 so'm to'laydilar. Bu esa ular uchun katta yengillikdir. Bu kompensatsiya tizimi ayniqsa qishloq joylardagi va gaz bilan isitiladigan uylarda yashovchi pensioner uchun juda foydalidir. Misol uchun, pensiya bilan birga ishlab yurgan pensioner, faraz qilaylik, 62 yoshli Xo'liq amaki pensiyada bo'lishiga qaramay, hali ham ishlaydi. Uning daromadi pensiyadan tashqari ish haqidan ham iborat. U shaharda o'z kvartirasida yashaydi va oyga o'rtacha 800 kubometr gaz ishlatadi. Muhimi shundaki, kompensatsiya olish uchun sizning daromadingizning umumiy miqdori muhim emas. Agar siz pensiyada bo'lsangiz va belgilangan me'yorlarga to'g'ri kelsangiz, kompensatsiya sizga tegishli bo'ladi. Shunday qilib, Xo'liq amaki ham misol itdagi Oycha buvi singari kompensatsiyadan foydalana oladi va uning gaz to'lovi xarajatlari kamayadi. Uning ishlashi bu imtiyozni olishiga to'sqinlik qilmaydi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Aslida hech kim tashvishlanmasligi kerak. Aksincha xursand bo'lish kerak. Ammo agar sizning gaz hisoblagichingiz eskirgan bo'lsa, muddati o'tgan bo'lsa yoki umuman gaz ta'minoti bilan bog'liq qandaydir muammolar, qarzdorliklar mavjud bo'lsa, siz kompensatsiya olish jarayonini silib ketish uchun bu masalalarni hal qilishingiz lozim. Chunki kompensatsiya qonuniy va tartibli iste'molchilarga beriladi. Agar sizning gaz hisoblagichingiz noto'g'ri ishlaganligi sababli ma'lumotlar aniq bo'lmasa yoki ro'yxatdan o'tgan manzilingiz boshqa bo'lib, siz boshqa joyda yashasangiz, bu holatlar kompensatsiya jarayonida tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, uy-joy kommunal xizmatlarga umumiy qarzdorligi bor pensionerlar uchun kompensatsiya olish mexanizmi biroz murakkablashishi mumkin. Shu sababli barcha to'lovlar va hisoblagichlar holatini tartibga solib qo'yish maqsadga muvofiqdir. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Barcha talablarga javob beradigan, yeni pensiyada bo'lgan, doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilida yashayotgan va gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolari bo'lmagan pensionerlar hech qanday tashvishlanishlari shart emas. Sizga kompensatsiya belgilangan tartibda taqdim etiladi. Sizning umumiy daromadingiz, uyning kattaligi yoki oila a'zolari soni kompensatsiya olishga asosiy to'siq bo'lmaydi. Faqatgina kompensatsiya miqdorini aniqlashda hisobga olinishi mumkin. Muhimi siz pensiyada bo'lishingiz va amaldagi me'yorlarga mos kelishingizdir. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu kompensatsiya mexanizmida ham ba'zi istisnolar, e'tibor berilishi lozim bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar mavjud bo'lishi mumkin. Keling ularni birma-bir ko'rib chiqaylik, toki siz hech qanday xatolikka yo'l qo'ymang. Istisnolar va alohida holatlar. Birinchi istisno, agar sizda bir nechta mulk bo'lsa, ko'p hollarda kompensatsiya faqat bitta, ya'ni sizning doimiy
yashash manzilingizda ro'yxatdan o'tgan mulkingiz uchun beriladi. Agar sizning nomingizda 2 yoki undan ortiq uy-joy bo'lsa, siz faqat birida gaz kompensatsiyasini olishingiz mumkin. Bunda odatda sizning doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilingiz ustuvor hisoblanadi. Agar siz yozgi uyda yoki boshqa manzilda boshqa manzilda vaqtinchalik yashayotgan bo'lsangiz, lekin doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilingiz boshqa joyda bo'lsa, kompensatsiya doimiy ro'yxatga olingan manzilingiz bo'yicha hisoblanishi ehtimoli yuqori. Shu sababli qaysi manzil uchun kompensatsiyasi olishni aniq belgilab olishingiz yoki aniqlashtirishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi istisno, agar sizning nomingizda gaz shartnomasi bo'lmasa, ba'zan pensionerlar o'z farzandlari yoki boshqa oila a'zolarining uyida yashaydi va gaz shartnomasi uy egasining nomida bo'ladi. Bu holatda kompensatsiyani olish uchun ba'zi hududlarda uy egasining roziligi yoki sizning bu manzilda doimiy yashashingizni tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Eng yaxshi yechim gaz shartnomasini pensiya oluvchi shaxs nomiga rasmiylashtirish yoki mahalla va gaz ta'minoti korxonasi orqali mazkur holatni rasman tasdiqlatish. Bu kichik nuans bo'lib tuyulishi mumkin, ammo hujjatlarni rasmiylashtirishda muammolarga olib kelishi mumkin. Uchinchi istisno, agar siz davlat tomonidan boshqa turdagi gaz subsidiyalarini olayotgan bo'lsangiz. Ba'zi aholi toifalari, masalan, nogironligi bor fuqarolar yoki yolg'iz keksalar allaqachon gaz va boshqa kommunal to'lovlar uchun qandaydir imtiyozlarga ega bo'lishlari mumkin. Bu holatda siz bir vaqtning o'zida ikkita turdagi imtiyozdan foydalana olmasligingiz ehtimoli bor. Sizga eng foydali bo'lgan variantni tanlash taklif qilinishi mumkin. Ya'ni sizga yoki mavjud imtiyozingizni saqlab qolish yoki yangi gaz kompensatsiyasini olish imkoniyati beriladi. Bunday hollarda ijtimoiy himoya agentligi xodimlari sizga eng to'g'ri maslahatni berishlari shart. Tuzoqlar va e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar. Qarzdorlik muammosi. Yuqorida aytib o'tganimdek, agar sizning gaz bo'yicha katta qarzdorligingiz bo'lsa, bu kompensatsiya olish jarayonini sekinlashtirishi yoki vaqtincha to'xtatishi mumkin. Davlat bir tomondan yordam beradi, ikkinchi tomondan esa iste'molchidan o'z majburiyatlarini bajarishni talab qiladi. Shuning uchun imkon qadar mavjud qarzdorliklarni bartaraf etishga harakat qiling. Ba'zi hollarda kompensatsiya mablag'lari avtomatik ravishda eski qarzdorlikni qoplash uchun yo'naltirilishi mumkin. Ammo bu aniq mexanizm hududiy gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Bu holatda kompensatsiya sizning cho'ntagingizga to'g'ridan to'g'ri tushmasa-da, sizning qarzingizni yopish orqali moliyaviy yukingizni kamaytiradi. Hujjatlarning to'g'riligi va dolzarbligi. Siz taqdim etadigan barcha hujjatlar, ayniqsa pasport, pensiya guvohnomasi, uy kitobi, domova yaqiniga yoki kadastr hujjatlari kabi ma'lumotlarning to'g'ri va dolzarb ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar siz familiyangizni o'zgartirgan bo'lsangiz, manzilingiz o'zgargan bo'lsa va bu o'zgarishlar tegishli hujjatlarda aks etmagan bo'lsa, sizga kompensatsiyani rasmiylashtirishda muammolar paydo bo'lishi mumkin. Hamma hujjatlaringizni tekshirib, tartibga solib qo'yish juda muhim. Ma'lumotlar oshkoraligi, ba'zi hududlarda pensionerlarning gaz iste'moli va to'lovi haqidagi ma'lumotlar markazlashgan holda yig'ilishi va kompensatsiya avtomatik tarzda hisoblanishi mumkin. Ammo ba'zi joylarda, ayniqsa tizim yangi joriy etilayotgan bo'lsa, sizning shaxsingiz va iste'mol ma'lumotlaringizni tekshirish uchun qo'shimcha so'rovlar yuborilishi mumkin. Bu jarayonni tezlashtirish uchun o'zingizning gaz to'lovlari tarixini saqlab qo'yishingiz foydali bo'ladi. Noaniq nuanslar. Kompensatsiya turi. Kompensatsiya to'lovi sizning hisobingizga naqd pul shaklida o'tkaziladimi? Yoki gaz to'lovidan avtomatik ravishda chegirib tashlanadimi? Bu savolga javob hududiy idoralar tomonidan chegirib tashlanadimi? Bu savolga javob hududiy tomonidan berilishi kerak. Moliyaviy xizmatlarni soddalashtirish maqsadida kompensatsiya gaz to'lovidan avtomatik ravishda chegirib tashlanadi. Bu sizga qo'shimcha harakat qilishdan ozod qiladi. Ammo ba'zi hollarda pensionerga oylik pensiya bilan birga yoki alohida to'lov shaklida berilishi ham mumkin. Bu haqda tegishli organlardan aniq ma'lumot olish zarur. Gaz turi. Bu kompensatsiya aynan tabiiy gaz uchunmi yoki suyuq gaz, ballon gaz uchun ham amal qiladimi? Odatda bunday dasturlar markaziy gaz ta'minoti tarmog'iga ulangan xonadonlar uchun mo'ljallanadi. Agar siz suyuq gazdan foydalanadigan hududda yashasangiz, ijtimoiy himoya agentligi yoki MFI bilan bog'lanib bu masalani aniqlashtirishingiz lozim. Suyuq gaz uchun ham alohida subsidiyalar yoki kompensatsiya mexanizmlari bo'lishi mumkin. Ammo bu alohida dasturlar
doirasida ko'rib chiqilishi kerak. Muddati va qayta ko'rib chiqish kompensatsiya qancha muddatga beriladi? U 1 yilga berilib, keyin qayta ko'rib chiqiladimi yoki doimiy xarakterga egami? Ko'p ijtimoiy dasturlar singari bu kompensatsiya ham muntazam ravishda qayta ko'rib chiqilishi yoki uning shartlari o'zgarishi mumkin. Odatda bu davriy hisoblanadi va har yili yoki ma'lum bir muddatdan keyin qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun tegishli idoralar e'lonlarini kuzatib borish muhimdir. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Endi esa aziz do'stlar, barchamizni qiziqtiradigan eng amaliy qismga o'tamiz. Ushbu kompensatsiyani olish uchun siz nima qilishingiz kerak? Qaysi idoralarga murojaat qilish, qanday hujjatlarni to'plash va nimalarni yozish kerak? Keling, bu jarayonni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Birinchi qadam ma'lumot to'plash va vaziyatni o'rganish. Kompensatsiyani rasmiylashtirishdan oldin avvalo o'zingizning shaxsiy vaziyatingizni to'liq o'rganib chiqing. Ya'ni siz pensiya oluvchimisiz? Pensiya guvohnomangizni tekshiring. Sizning doimiy yashash manzilingiz aniq va hujjatlarda to'g'ri ko'rsatilganmi? Pasport va kadastr hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Bu gaz hisoblagichingiz ishlayaptimi? Uning muddati o'tmaganmi? Gaz ta'minot korxonasiga qanday qarzdorligingiz bor? Bularni hudud gaz ta'minot AJning tuman shahar bo'limiga murojaat qilib yoki onlayn tizimlar orqali aniqlab olishingiz mumkin. Uy-joy, kommunal xizmatlarga umumiy qarzdorligingiz yo'qmi? Bu ham muhim. Ikkinchi qadam murojaat qilish uchun qayerga borish kerak? Asosiy murojaat nuqtasi bu sizning yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar yig'ini, MFI yoki yangi tashkil etilgan ijtimoiy himoya agentligining tuman shahar bo'limi bo'ladi. Mahalla fuqarolar yig'ini. Ko'pgina ijtimoiy yordam turlari, ayniqsa keksalarga qaratilgan yordamlar aynan mahalla orqali amalga oshiriladi. MFI raisi yoki mas'ul xodimi sizga qanday hujjatlar kerakligini ariza namunasini beradi va murojaat jarayonida yordam beradi. Bu ijtimoiy himoya agentligining tuman shahar bo'limi. Bu agentlik bevosita aholiga ijtimoiy yordam ko'rsatish va imtiyozlarni rasmiylashtirish bilan shug'ullanadi. Siz bevosita ushbu bo'limga borib murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.guz orqali onlayn murojaat qilish imkoniyati ham yaratilishi mumkin. Bu usul vaqtni tejashga yordam beradi, ammo hujjatlarni skanerlash yoki rasmga olish talab qilinishi mumkin. Uchinchi qadam qanday hujjatlarni to'plash kerak? Ariza bilan birga sizdan quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bering. Pasport nusxasi, shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. 2. Pensiya guvohnomasi nusxasi, sizning pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlaydi. Turar joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjati nusxasi. Agar uy-joy sizning nomingizda bo'lsa. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma domoya kniga yoki F-in shakli. Bu sizning ushbu manzilda doimiy ro'yxatdan o'tganingizni tasdiqlaydi. MF tomonidan beriladi. 5. Gaz ta'minoti korxonasi bilan tuzilgan shartnoma nusxasi. Bu hujjat shartnoma raqami va iste'molchining shaxsiy hisob raqamini ko'rsatadi. 6. Gaz hisoblagichining so'nggi ko'rsatkichlari aks etgan ma'lumotlar yoki oxirgi to'lov cheklari nusxalari. Bu sizning iste'mol tarixingizni tekshirish uchun kerak bo'lishi mumkin. 7. Bank hisob raqami rekvizitlari agar kompensatsiya naqd pulsiz o'tkazilsa, ba'zi hollarda kompensatsiya sizning pensiya kartangizga yoki alohida hisob raqamiga o'tkazilishi mumkin. Xalq banki yoki boshqa banklarda ochilgan hisob raqamingiz bo'lishi lozim. 4-qadam arizani qanday yozish kerak? Arizani sizga MFI'da yoki ijtimoiy himoya agentligida berilgan namuna asosida yozishingiz kerak. Odatda arizada quyidagi ma'lumotlar aks ettiriladi. A. Ariza beruvchining FI, pasport ma'lumotlari. Bu yashash manzili, aloqa telefon raqami. Bu pensiya guvohnomasi seriyasi va raqami. Murojaat qilishdan maqsad pensionerlarga gaz uchun belgilangan kompensatsiyani so'rab. Gaz ta'minoti shartnomasi raqami va shaxsiy hisob raqami. Imzo va sana. Arizani to'ldirishda e'tiborli bo'ling, barcha ma'lumotlarni aniq va to'g'ri kiriting. Agar shubhangiz bo'lsa, xodimlardan so'rashdan tortinmang. 5-qadam arizani topshirish va natijani kutish. To'plangan hujjatlar bilan birga arizani MFIga yoki ijtimoiy himoya agentligiga shaxsan topshirasiz. Arizangiz ro'yxatga olinadi va sizga murojaat qabul qilinganligi haqida ma'lumotnoma beriladi. Odatda arizani ko'rib chiqish va qaror qabul qilish uchun ma'lum bir muddat belgilangan bo'ladi. Masalan, 15 ish kuni.
Bu muddat ichida sizning arizangiz o'rganib chiqiladi, ma'lumotlar tekshiriladi va kompensatsiya ajratish yoki rad etish haqida qaror qabul qilinadi. Rad etilgan taqdirda sizga rad etish sabablari yozma ravishda tushuntirilishi shart. 6-qadam doimiy monitoring. Kompensatsiya tayinlangandan so'ng sizning gaz to'lov cheklaringizni muntazam ravishda tekshirib borishingiz muhim. Kompensatsiya hisobga olingan holda to'lovlar qilinayotganiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, darhol tegishli idoralarga murojaat qiling. Xulosa va yakuniy huquq. Aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, pensionerlarimiz uchun, tabiiy gaz uchun kompensatsiya ajratilishi nafaqat moliyaviy yordam, balki davlatning har bir fuqarosiga bo'lgan g'amxo'rligining yorqin dalilidir. Bu imtiyoz sizning oila byudjetingizga sezilarli yengillik olib keladi va hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Endi sizga nima qilish kerakligi aniq, qaysi idoralarga murojaat qilish kerakligi aniq. Hech ikkilanmasdan, imkoniyatdan foydalaning. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Bu ma'lumotlarni o'zingizning yaqinlaringiz, qo'shnilaringiz va do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Chunki sizning yordamingiz tufayli ko'plab keksalarimiz bu imtiyozdan xabardor bo'lishlari mumkin. Bu videoda aytilganlar haqida o'z fikringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizning keyingi videolarimizda yanada muhim va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.